2020-yil oshqozonimni operatsiya qildirganman 122 kilo paytimda. Oshqozon operatsiyasidan keyin 80 kiloga tushdim. Undan keyin 2 farzand dunyoga keltirdik. Semirdim, 96 kiloga chiqdim. Nimadir sabab bo'ldi, shu Manjaro yo'limdan chiqdi. Qo'rqmasdan oldim. Men har doim o'zi tavakkal qilgan, risk qilgan odamman. Qon topshirdim, analiz topshirdim. Ko'rsatkichlar osa bo'ladi degandan keyin Manjaroni yanvar oyidan olishni boshladim 2025-yil. Hozirga qadar 95-96 kilodan shu o'tgan yil dekabrda shunaqa vesda edim. Bugun 69-800 gram bo'lman, qizlar. Buni faqat to'la odam tushunadi. Men juda ham xursandman. Manjaroga rahmat. Avvalambor organizmga rahmat. Shu narsani to'g'ri va yaxshi qabul qilib berganing. Shu deb men xursand.